Ayollarning orasidagi gaplarni aytaman, yo'qsa like, kommentariyada fikringizni bildirib qoldirasiz. Onasi rahmat senga. Shu eng yaxshi men bilgan mashinani senga ravo ko'rdim. Rahmat. Shunchaki meni tanlab, o'z oilangdan voz kechib, meni oilamga kelganing uchun, meni tanlaganing uchun, bolalarimni tarbiyasiga qarayman deb, karyeringdan voz kechib, ishlaringga yig'ishtirganing uchun, ota-onamning xizmatini beminnat qilayotganing uchun rahmat. Esingdami? Birinchi yozganimda oying nomerlarini Telegramdan so'raganimda cho'rniga tiqib qo'yganlaring, mana shu narsalarni aytsam hozir kulgim keladi deb. Men o'shanda nima aytganim, qizlarning orasidagi odamman deb. Sen bo'lsa ishonmaganing, qara, qancha ayol hozir orzu qiladi xo'jayindan mashina olishni, lekin seni xabaring yo'q. Men senga mana shu yaxshi mashina ravo ko'rib senga hadya qilaman deb akamizni chiroyli qilib videoga tushirib berishlari kerak edi, lekin akamiz skromni beraman dedilar. O'shaning uchun o'zim ularning nomlaridan gapirib post qo'yolmam. Menimcha har bitta ayol orzu qilsa kerak, чтобы mana shunaqa yaxshi mashinalar xo'jayindan olish, to'g'rimi? Чтобы avtobus, Yandex yoki bo'lmasa metroda o'chirib tiqilinishda yurmaslik uchun ayolingizdagi eng yaxshisini olib beringlar. Xudo xolisa, duolarni sizlar yaxshilab duo qilib qo'ysa, Allohim g'oyibdan yana sizlarga baraka beradi. Bu videoni kimga yuborishni o'zingizlar bilasizlar. Xudo xolisa kommentariyada chiroyli tilak bildirganlarga kamida shunaqa mashinalarni nasib qilsin. Donfen 008 mashinasi xudo xolisa jiyanlarimiz bemalol moqcha maktabga borib kelaverishadi. Kuningiz yaxshi bo'lsin, jahon o'tkazish yaxshi kunlarda xizmatda. Sog' bo'ling. Eng go'zal sensan.